Mening butun dunyo qilgan xitobimning muqaddimasi. Sizlarni meni tonimaydi deb o'ylamayman. Shundaqtimi men o'zimning hozirgi voqealarning xaritasini o'zgartib, yer sharining ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniyat va diniy sistemasida buzg'unchilik paydo qilgan virus ekanligimni bilaman. Men hali ham Osiyo, Yevropa, Amerika qatorliq joylardagi armiyalarim o'zini ko'rsatib, zo'r va yuqori kuchimni saqlab turyapman. Mening asli yurtim bo'lsa Xitoy. Men ilg'orlashgan aqliy bir virusman. Men barliq ommaviy qatnash vositalarining yordamida butun dunyoga texnik keng ko'lamli tarqalyapman. Men bir qancha huquqlarni muqimsizlashtirib, yangi iste'mol sistemasini barpo qilib, yangi madaniyat shakllantirdim. Men noma'lum virus. Men bir qitim SARS, yana bir qitim bo'lsa vabo nomi bilan paydo bo'lgan. Bu qitim sizlar menga korona deb ism qo'ydinglar. Men Sharq G'arb, hokim va fuqaro demasdan butkul dunyoni barobar andishiga silayotgan, qo'rqitayotgan va aloqazada qilayotgan virusman. Men adil bo'lmagan dunyo iqtisodiga qarshi turib, o'zim yolg'iz uni to'xtatib qo'ydim. Uning mo'lchardagi ziyni taxminan 6 trillion dollar bo'ldi. Men dunyo pay bozorining vayron bo'lishini keltirib chiqarib, qizil raqam paydo qildim. Men 500 milliarderning boyligining 500 milliardga yaqin tuvallishini keltirib chiqardim. Men yana neftning ilgirki qimmatidan 50% dan ko'proq tuvallishini keltirib chiqardim. Men aviatsiya va dengiz qatnashini butunlay degidek to'xtatib, dunyoni yetim qoldirdim. Kishilarni uyda turishga majburlab, qavoqxona, ko'ngil ich so'rinlari va oromgohlarni taqatg'izib, ularning o'zaro yig'ilishiga to'salg'i bo'ldim. Hatto prezident va ministrlarning bevosita uchrashishiga yo'l qo'ymadim. Shuning bilan ular internetda yig'ildi. Oxirida men yo'llarda 10 minglagan odamning o'lishini va yaralanishini keltirib chiqardim. Bu ishlarni men o'zligimning qilmaganligimni bilamsizlar? Amaliyotda men hammaga qodir Allohning qo'shinlaridan tövandagi uchurlarni ilib kelgan bir askar. Birinchi, esinglarda bo'lsinki, ko'pinchinglar yolg'on so'zladinglar. Sizlar kishilik huquqni eg'ir dafsanda qildinglar. Sizlarning razil qilmishinglar tufayli yer yuziga zulm va buzuqchilik yomrab ketdi. Zalim va tag'utlarning buzuqchiliklari, zulmlari, nahaq odam o'ltirishlari va qiynashlarini, hatto kishilarni maydonda ko'ydirishlarini to'smasdan ular bilan bir safda turib, shaxsiy va iqtisodiy manfaatinglar uchun ularni qo'lladinglar. Shuning bilan eng hurmatli maxluqot bo'lgan insonga kishilar silinib, qiyin qistoqlarga ilinib xorlandi. Natijada uning izzat hurmati va erkinligi yo'q bo'ldi. Ikkinchi, sizlar jamiyatda tabiqivozlikni kuchaytiryapsizlar. Men sizlarga dunyoda taxminan 1 milliard kambag'alning kundalik turmushi kafolatga ega emas, yemek içmek, kiyim-kechak va turalg'i uyumi yo'q, ochliqdan jon tanishayotganligini eslatib o'tmoqchiman. Agar men korona sababidan yo'qotib qo'ygan boyliqlarning 10 dan birini xajlab qo'ygan bo'lsanglar, ular allaqachon boy bo'lib qoladi. Uchinchi, sizlar mazlumlarga yordam bermay, zolim hukmdorlarni qo'llab, ular bilan normal savdolarni davomlashtirdinglar. Shunga men yurti va vatanidan ayrilgan bu musofirlarni va ularning ba'zilarining hayotini do'g'ri tikib, dengizlarda kitlarning nasibasiga aylanganligini eskartmoqchiman. Agar men sababli yo'qotib qo'yganlarning 5% ni sarf qilib, ularni qutuldirgan bo'lsanglar, ular normal turmush kechirgan bo'ladi. To'rtinchi, sizlar men sababli o'zinglar va oilanglarning bexatarligini kafolatga ega qildinglar. Bu orqali necha 10 million yetim bolalarni aslab qolasizlar. Ularning turalg'u, ma'arif, ochliq va sog'lomlik kafolati yo'q. Necha million odam ocharchilik va kasallik bilan o'lib ketyapti. Agar sizlar mening sababimdan tatgan zininglarning 3% ni sarf qilib, ularni qutqizgan bo'lsanglar, ular normal hayot va tarbiyaga erishib, huzur ichida yashagan bo'ladi. 5. Sizlar bozor va ishga o'rilish fursatini monopol qilib oldinglar. Men sizlarga necha millionlagan ishsiz qolgan yoshlarning xizmat izlayotganligini, lekin xizmat topolmaganligini, shunga ular oila qurolmay, yaxshi turmush kechirishga amalsiz qolganligini esinglarda chin saqlashinglarni umid qilaman. Agar sizlar tatgan zininglarning 2,5% ni ularga ta'minlab bersanglar, ular
arzusini amalga oshirgan bo'ladi. 6. Men sizlarning zulmga sukut qilganinglar va mazlum xalqning boyligini yegan zolim, chirik hukmdorlar bilan oppoq-chappoq bo'lib ketganinglarni eslatib qo'ymoqchiman. 7. Kishilarga qilingan zulmning ig'irligini va tarixning soxtaligini eslatmoqchiman. Bugungi kunda dunyoga rahbarlik qilguvchilar ishg'oliyatchilar bilan bir safda turib, ularga tava bo'lmagan Quddus sharifga o'xshash muqaddasotlarimizni qo'shqo'llab sunib bermoqda. Ular necha milliard dollar bilan haqni botil qilmoqchi bo'lyotdi. Mana qaranglar, sizlarning necha milliard dollaringlar bo'lsa, chang to'zonga aylanmoqda. Oxirida shuni eslatib qo'yayki, ko'pinchinglar hammaga qodir Allohni unutib, hammani moddaga yig'inchoqladinglar. Shundoq qilib, sizlar modda va texnikaga cho'qinadigan va yaratquchinglarni unutib qolgandek bo'lib qoldinglar. Men sizlarning Alloh tarafga qaytib, uningga yelinib, yalvurishinglar uchun hammani yaratgan, hammaga qodir Allohni sizlarga eslatib qo'yg'ili keldim. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Ularga bizning azobimiz tushgan chaqda nimishqa yig'lamadi? Lekin ularning dillari qasovatlashdi, iymonga yumshimadi. Shayton ularga qilmishlarini chiroyli ko'rsatdi. Sura An'am 43-oyat. Oxirida men sizlarga va'da beray. Men vazifamni o'tash muddatim oxirlashgandan keyin qaytib ketaman. Lekin sizlar o'zinglarni o'zgartmasanglar, men yana yangisin bilan o'ttirib chiqaman. Sizning andishingiz korona.